Assalomu alaykum. Aynan bu jamiyatimizni kuchli insonlar uchun, demak erkaklar uchun maxsus formula. Ajoyib choy aynan siz uchun. Bu nimasi bilan yaxshiki, buni tarkibida peruanskiy rinchen deyiladi. Bu degani bizdagi sholg'om, epimediumni o'zi, haqiqatan rinchen, qora choy hamda imbir aralashtirilgan juda ham yaxshi. Insonga kuch beradigan, kuch-quvvatini, energiyasini oshirib beradigan, erkaklardagi jinsiy quvvatni oshirishga yordam beradigan maxsus choy hisoblanadi. Odatiy choylar ko'rinishida ham bemalol ichib yurishingiz mumkin. Agarda sizda mana buyrak siydik yo'llarida shamollash bo'ladigan bo'lsa, jinsiy quvvatning pasayish holatlari bo'ladigan bo'lsa, jinsiy aloqadan qoniqmaslik hissi, urug' ko'rsatkichlari sifati past bo'ladigan bo'lsa, qon bosimingiz tushib ketish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol sovuqsirab, agar siz mana o'zingizni sovuq mijoz deb hisoblaydigan bo'lsangiz ham, bemalol bu choyimizni iste'mol qilishingiz mumkin. Judayam yaxshi tetiklashtiruvchi, quvvat beruvchi, immunitetingizni oshiruvchi hamda soch tirnoqlaringizni chiroyli qilib o'stirishga yordam beradigan maxsus choylarimizdan hisoblanadi. Bemalol bir kunda 1 yoki 2 ta paketchadan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Faqatgina yuqorida aytib o'tganimizdek, qon bosimi yuqori bo'lgan insonlarga bu choy tavsiya qilinmaydi. Odatda bu narsani bemalol sport bilan shug'ullanadigan insonlarga ham tavsiya qilishimiz mumkin. Kechki smenda ishlaydigan holatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, kofening o'rniga ham bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Kortizol miqdorini oshirmagan holatda sizga kuch-quvvatni oshiradi, lekin xotirjamlik bag'ishlash bilan sizga kuch-quvvatingizni oshirib beradi. Hech qanaqangi energetik ichimliklar kerak emas sizga. Red Bull va hokazolar. Bemalol mana shu choylarni ichadigan bo'lsangiz, bu sizga immun sistemangiz uchun ham, adaptatsiyangiz uchun ham, sog'lig'ingiz uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.